Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina, nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Assalamu alaikum. Qaddidan qadri baland bo'lgan aziz yurtdoshlarim. Hurmatli otaxonlar, onaxonlar, muborak Ramazon oyining shukuhidan bahramand bo'lib, qadr kechalariga yetib kelgan aziz vatandoshlarim. Fursatdan foydalanib, yurtimizda shukuhi sezilib turgan muborak Ramazon oyining fazilatli kechalaridan, duolarimiz ijobat bo'ladigan, farishtalar mehmonimiz bo'ladigan qadr kechasiga yetib kelganligimiz munosabati bilan hammanglarni muborakbod qilamiz. Kelasi qadr kechalariga ham qatorimizdan xato bo'lmasdan yetmoqligimizni Alloh nasib etsin. Qadr kechasi to'g'risida ilohiy manbalarimizda ma'lumot beriladiki, ikki xil nom bilan keladilar. Qadrli kecha deymiz, qadar kechasi deymiz. Ya'ni qadri baland bo'lgan kechalik bo'lganlari uchun, bu Qur'on nozil bo'lgan kecha bo'lganligi uchun qadrli kecha desak, o'sha kuni farishtalar ma'lum bir reja bilan tushar ekanlarki, insonni taqdiri belgilanadigan. Qadarimiz bir yil kelasi qadr kechasigacha boshimizda qanaqa kunlar bo'ladi? Mana shu reja bilan farishtalar yer yuziga tushishlari uchun qadr kechasi deb ataladi. Bu kechani batafsil Alloh o'zining kalomi Qur'onda ta'rif qiladi, tafsir qiladi. Astag'firullah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ya'ni biz Qur'onni qadr kechasida nozil qildik deydi Alloh. Yana va ma adraka ma laylatul qadr. Payg'ambarimizdan so'rab turibdiki, ey Habibim, bu qadr kechasini qanday tasavvur qilasiz, qanday tushunasiz? Alloh yana o'zi javobini beradiki, Hayrun min alf shahr. Ya'ni bu kecha, qadr kechasi 1000 oydan ham afzal bo'lgan kecha. Tanazzalul malaikatu var ruhu. O'sha kuni kechasi farishtalar yer yuziga Jibril alayhisalom boshchiliklarida tushishlari, ruhdan murod, ya'ni Jibril alayhisalomga berilgan nisbat yer yuziga tushishlari, bi izni robbihim min kulli amr. Allohning izmi bilan Allohning amrini bajaradilar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iymon bilan, ixlos bilan o'sha kuni qoyim bo'lib ibodat qilgan bandalarga farishtalar salom berib turadigan kecha ekan. Shuning uchun bu kechani mana ta'rifini Qur'onda Alloh chiroyli qilib bergan. Ya'ni muhtaram birodarlar, bu kechaga yetgan payt maxsus bir ibodatlarni turlari ko'rsatilgan emas. Falon adat namoz o'qilsin deyilgan gaplar kitoblarimizda kelgan joylari bor, lekin bu narsalarni dalili kuchli bo'lmaganligi uchun aniq bir ma'lumot emas degan gaplarni gapirgan ulamolar bor. Mana shu qadr kechasiga yetganimizda baqadri imkoniyat xonadonimizda chiroyli bir ibodat qilsak, odatda masjidlarda yig'ilish bo'lardi. Qarindosh urug'larning xonadonlarida qo'ylar so'yilgan, taom ustiga taomlar tayyorlangan, juda katta bir ziyofatlar uyushtiriladigan holat bo'lardi. Bu narsani o'sha paytlarda biz ham etganmiz. Odamlarimizga imkon qadar to'g'ri tushuntirishga harakat qilaylikki, qadr kechasi bu ziyofat kechasi emas, qadr kechasi ibodat kechasi. Bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bizni tavsiyamiz qadr kechasiga yetganinglarda o'zingizlarni xonadoningizlarda, farzandlaringlarni bag'rida, oilanglar bilan birgalikda chiroyli bir duolar qilib, nafl namozlarni o'qib, qodir bo'lgancha Qur'on o'qib, o'tganlarimizni doimo esimizga olib shu qadr kechalari haqqiga duo qiladigan bo'lsak, gunohlarimizni mag'firatini Allohdan so'rab, boshimizga kelgan sinovlar, vabolar boshimizga kelgan kunlar bo'ldi. Shularni boshimizdan daf bo'lishi, qon to'kilayotgan mamlakatlarda ham shularni qalbini yaxshilikka moyil bo'lishini Allohdan so'rab, qadr kechalarida chiroyli bir duolar bilan o'tkazadigan kun. Ibodat kechasi, ziyofat kechasi emas. Odatda mehmon keladigan bo'lsa, oldindan harakat qilamiz. Xonadonlarimizni nazofatini qaraymiz, tozalaymiz, hovli joylariga qaraymiz. Negaki mehmonlar keladi. O'sha kuni Allohning mehmonlari keladi xonadonimizga. Ya'ni osmondan farishtalar tushadigan kun. Shu darajada bo'lar ekanki, kitoblarimizda zikr qilinadi, oyoq bosishga qadam bosadigan joy qolmas ekan. Farishtalar juda ham ko'p adatda yer yuziga Jibril alayhisalom boshligida tushadigan kun ekan.
yer yuzida joy qolmaganda dengiz okeanlarga ham tushishar ekan. Shunday bir fazilatli kecha ekan. Shunday mehmonlar, Allohning mehmonlari, ulug' farishtalar mehmonimiz bo'ladigan kun, xonadonlarimizni nazofatiga qarab, chiroyli suratlarda toza, pokiza holatda mehmonlarni kutib olishimiz lozim bo'lgan fazilatli kechalar. Qadr kechasini o'ziga xos bo'lgan alomatlari to'g'risida janob payg'ambarimiz xabar berganlarki, Qadr kechasini birinchi alomati quyosh nurli bo'lib chiqar ekan. Ya'ni farishtalar yer bilan osmonni orasida chiqib tushib quyoshning nurini to'sib qo'yar ekanlar. Dengizlarning sho'r suvlari chuchuk holatga aylanar ekan. Daraxtlarning shoxlari egilib ta'zim qilib turadigan bir holat bo'lar ekan. Yana bitta alomati o'sha kuni tinchlik, omonlik kechasi bo'lar ekan. Havo salqin ham bo'lmaydi. Issiq ham bo'lmaydi. Mo'tadil bir odamni badaniga yoqadigan havo bo'lar ekan. Azroil alayhissalom hech kimni o'sha kuni jonini olmas ekanlar. Jibril alayhissalom iymon, ixlos bilan Qadr kechasini qoyimlikda o'tkazgan bandalar bilan ko'rishar ekanlar. Shunda sahoba ikromlar savol qilishgan ekanki, Allohning rasuli Jibril alayhissalom farishta bo'lsalar, u zotni biz bilan ko'rishganlarini biz qanday bilamiz? Buni alomatini, hikmati nima deganlarda janob payg'ambarimiz aytgan ekanlarki, qaysi bir banda bilan Jibril alayhissalom ko'rishadigan bo'lsalar, Qadr kechasini alomatlaridan bittasi ko'zga yosh quyilib kelar ekan. Odamning qalbi yumshab ketar ekan o'sha kuni. Birov xafa qilgan emas, birov qattiq gapirgan emas, lekin ko'zingizga yig'i keladi. Odamning qalbi yumshaydi, xo'rlik keladi. Ko'zingizdan yosh tinmay oqib turadi. Ana o'sha Jibril alayhissalomning shu odamlar bilan ko'rishganlarining alomati bo'lar ekan. Mana shunaqangi Qadr kechasini alomatlari bor. Rivoyatlarda keltiriladiki, Abru Nayson degan yomg'ir bo'lar ekan. Nayson degan bulut bahorda qisqa muddat yog'diradigan yomg'ir bo'lar ekan. Mana shu Abru Nayson yomg'irini yillab dengizlarning tubida chig'anoqlar og'zini ochgan holatda yotishar ekan, kutishar ekan. Mana shu Abru Nayson yomg'iri bahorda qisqa muddat 10 daqiqa, 15 daqiqalarda yog'ib o'tar ekan. Dengizlarning sho'r suvlarini kesib, o'sha Abru Nayson yomg'irining tomchisi og'zini ochgan chig'anoqni ichiga tushsa, chig'anoqning og'zi yopilar ekan. Chig'anoqlarning og'zi yopilgandan keyin chig'anoqning og'ziga tushgan yomg'ir tomchisi durga aylanar ekan. Bir paytlar dengizlarning tubida yotgan chig'anoqlarning og'ziga tushgan dur insonlarning eng ulug' joyi, bo'ynilariga ziynat bo'lar ekan. Ramazon oyini, ya'ni muhtaram birodarlari, Abru Nayson yomg'iri bu Qadr kechasi ekan. Shuning uchun hushyor bo'laylik. O'sha kuni duolar ijobat bo'ladigan kecha. Abu Hurayra roziyallohu anhu Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qiladilarki, qaysi bir banda iymon, ixlos bilan Qadr kechasini qoyimlikda o'tkazsa, jami gunohlari mag'firat qilinadi degan ekanlar. Qoyim degan so'zning ma'nosi lug'atda tik turish, ya'ni bedorlik bilan o'tkazish. O'sha kuni uxlamasdan imkon qadar farzandlarimiz orasida hali aytganimizdek duolar bilan, tahlillar bilan, Alloh qodir qilguncha Allohning kalomi Qur'ondan tilovatlar qilish bilan o'tganlarni xotiramizda eslab, ularning haqqiga duo qilish, el yurtimizning haqqiga duo qilishlik, Qadr kechasida duo qabul bo'ladigan kecha. Bir narsani unutmaylikki, siz biz Ramazon oyini tinchlik, eminlikda o'tkazayotgan paytimiz, urush olovlari uchqunlab turgan qancha yurtlarni ko'ryapmiz. Saharlikka, iftorlikka bir-biridan non topolmay yurgan yurtlarni ko'ryapmiz. Mana shu tinchlikni zamirida uni orqasida turgan arkoni davlat yurtboshimizning haqqiga, jami rahbarlarning haqqiga duolar qilsak o'sha kuni, yurtimizning tinch bo'lishini, omon bo'lishini, yurtimizning arozi, samoviy baloyi ofatlardan omonda bo'lishini Allohdan har qancha so'rasak arziydigan kun, har qancha duo qilsak duolar ijobat bo'ladigan kun. Allohning muqarrab bandalari bor. Duolari qabul bo'ladigan bandalar bor. Pir badavlat otaxonlar bor, onaxonlar bor. Qadami Allohning baytiga yetgan hojilar bor. Allohning kalomi Qur'onni xatm qilgan hofiz Qur'onlar bor. Sizlardan iltimosimiz, mana shu kuni chiroyli bir duolar qilaylik. Elimizni, xalqimizni, butun farzandlarimizni haqqiga tinchlik, omonlik so'rab, duolarda qo'limizni ko'tarsak, Alloh qo'llarimizni bo'sh qaytarmaydigan, duolarimiz qabul bo'ladigan kun. Yana bir narsani men takror aytib qo'yishni maqsadga muvofiq deb topdim. Ko'p joylarda ahli ilmlarimizning suhbatlari bo'ladi. Ramazon oylarida bir gap takror bo'lyapti. Ramazon g'animat bo'lib qoldilar.
Ramazon mehmon bo'lib qoldi degan gapni gapirayotganlarni ko'pini eshitdik. Bu gap to'g'ri. Lekin aslini olganda, insof bilan gapirganimizda Ramazonga biz mehmonmiz. Alloh nasib etsa, kelasi yil Ramazon oyi yana qaytib keladi. Qayta har yil Ramazon shukuhidan islom olamini bahramand qiladi. Qadr kechalari har yili qaytib keladi. Lekin bu qadr kechasiga yetgan odam, bu qadr kechasida farzandlari bilan yelkama-yelka o'tirib duo qilgan, qadr kechasini fazilatdan bahramand bo'lgan bandalardan qaysi birimizga Alloh nasib etarkin yangi yil qadr kechasini ko'rish, yangi yil Ramazonlarga yetishni Alloh qaysi birimizga nasib etarkin? Bu Allohga ayon. Shuning uchun biz Ramazonga mehmonmiz, qadr kechalariga mehmonmiz. Qadr kechasi o'tib tong otgandan keyin farishtalar qaytayotgan payt jami qilingan duolar Yaratganning dargohida qabul bo'lar ekan. Mana shunday bir ulug' kunda turgan ekanmiz. Yana bir bor hammanglarni fazilatli, qadri ulug' bo'lgan, Qur'on nozil bo'lgan qadr kechasi bilan, duolarimiz qabul bo'ladigan qadr kechasi bilan muborakbod qilamiz. Tanamizda jonimizni omon qilib shu kechalarga yetkazgan Rabbimiz shu kechasi qilinadigan ibodatlarimizni benuqson, beriyo dargohiga qabul etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.